Mana avtosalonda odam ko'p aka. Videoni ko'rayotganlar ham foydalanib olsin. 2026-yilda hali hech qaysi avtosalon sizga bu taklifni bermagan. Ana endi Kia Navoiy avtosalonidan siz Kia Sonet avtomobilini xarid qilmasangiz bo'lmaydi. Shaharda super tejamkor bo'lgan Kia Sonet avtomobilini Kia Navoiy avtosalonidan boshlang'ich 15% evaziga, ya'ni 29.900.000 so'm bilan bir kunda o'z nomingizga bitta pasportga chiqarib beramiz. Avtomobilimiz 1.5 hajmli MPI dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, atmosfera bosimida ishlaydi. Ichki interyer va eksteryer hozirgi rivojlanayotgan zamon uchun juda mos va haydovchi uchun qulaylik yaratadi. Yana qanaqa imkoniyat desanglar, boshlang'ich 25% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha foizlarsiz muddatli to'lovga o'z nomingizga birgina pasportga xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lovlari 2.200.000 so'mdan 36 oy muddatida foizlarsiz rassrochkada o'z nomingizga xarid qiling. Uchala pozitsiyasi uchun ham ushbu to'lov grafiklari ochiq turibdi. Sizga batafsil ma'lumot kerakmi? Unda quyidagi havola orqali Telegram guruhimizga a'zo bo'ling. Bu yerda menejerlar tomonidan sizga batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Ushbu raqamlar orqali esa siz sotuv bo'limi bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Navoiy shahar, Me'morlar ko'chasi 3-uyda joylashgan Kia Navoiy avtosaloni.